Hurmatli xaloyiq, menga yordamlaringiz kerak. Kuyovimni qidiryapman. Erim 8-martdan 2 kun oldin uydan chiqib bedarak yo'qolib ketgan. To'g'ri, oting o'chgur, og'zingdan qoning kelgur deganman, lekin 8-marta oldi aytganim yo'q. Dadasi, iltimos, qayting, xafa qilgan bo'lsam kechiring. Bizdan o'tgan bo'lsa kuyov uzr. 14-yanvarga pensiyam to'g'ri kelmaganda, bo'lmasa naskov berish plan bo'lgan. Yaxshi, shiringina ovqatlarni qilib beraman sizga. Nos so'rasangiz beraman. Ha, nos sotaman bozorda. Yo'qolgan shaxsning belgilari qanday edi? Kelishgan, xushbichim, chiroylikkina edi. Qorin qo'yganda qorni bor edi ozgina. Bo'ylari baland. Mani she'rlarimdan kelardi, yo undan pastmikan. Xullas, Van Damme o'xshaydi. Kung Fu Panda bor-ku, o'sha kserkopiya varianti. Chap yelkasida xoli bor edi. Men qayerda bilaman, qayerda xoli bor? Normal savol beringlar. Agarda siz meni ko'rayotgan bo'lsangiz, qayting, xayrmi? 8-martga umuman iPhone so'ramayman. Qayting kuyov geli kerak emas, mayli. O'zim olaman ishlab.